Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Yoshlar O'smirlar nashriyati tarafidan 1996 yil 7-oyda birinchi qatim nashr qilingan Tarixiy aslima Manas daryosidan qaytish. Avtori Savdanov Zahir. 2-bob. Oldingi safga atlanish. 1945 yil 1-oyning 5-kuni. Uch viloyat vaqtliq hukumatining 4-qatimliq yig'inida İnqilab mevisi tinchlikni qo'g'dash uchun ko'p millatlik bir muntazam qo'shin qurish qaror qilindi. Bu qo'shin Harambog', Aydurum, Liangshan butxamsi urushi qatnashgan Kansay, Suydung, Tekes qatorliq joylardagi partizanlar atrofidan tashkillandi hamda yangi fidoi askarlar bilan to'liqlandi. G'ulja shahri ozod bo'lgandan keyin vaqtliq hukumatning qarori bo'yicha 1945 yil 4-oyning 8-kuni Milliy armiya rasmiy qurildi. 1945 yil 6-oyning 5-da Milliy armiya qo'mondonlik shtabi G'ulja 4-zapas polkiga oldingi safga berish buyrug'ini tushirdi. Buyruqni topshirib olgandan keyin bu polik oldingi safga qarab yo'lga chiqdi. Polikdagi jangchilar Yiroq sahro va yezilardan kelganligi uchun bular qayerdan chiqib qayerga yetib kelganligini bilmaydi. Ularda faqat oldingi safga berib urush qilamiz degan birla uqum bor edi. Shunda qilib polik safarning birinchi kuni Kuraga yetib kelib, Kurani qo'nalg'u qildi. Kuraning ko'chalari tor edi. Janjun ya'muri oldida haybatli qo'rqinchli tusda xiris qilib turgan yo'g'on ikki sherning haykali va Kuraning 4 ko'cha o'ttirsidagi egiz ravoqni ko'rgan jangchilar mundaqmi yer bor ekan-ku degandek hayron qilishdi. Bo'libmi ular Kura sepilining 4 tarafidagi haybatlik darvozalar va egiz sepillarni ko'rib, mushu sepilni yasab bo'lg'icha qanchilgan qarindoshlarimiz bu sepil ichiga ko'milib ketgan bo'lg'aydi deb hasrat chekishdi. Qism Kurada bir necha kun dam olgandan keyin yana safarga otlanib Kansay tarafga qarab yo'l oldik. Jangchilarning ko'pchiligi bu yerning naligini bilmaydi. Bizning 3-batalyonning orqada kelayotgan komandirlardan biri ili xalq naqshlaridan ko'ch-ko'chning dastlabki bir kupletini o'zgartib, g'ingshib aytib kelyotdi. Ilidan chiqib kelib, Losigondan qayrildik. Tug'ilib o'sgan yurtlardan biz vaqtincha ayrildik. Jangchilar bu naqshni anglagandan keyin biz Losigon degan joydan o'tib ketdimiz-ku deyishib kusurlashdi. Qism Kansay ig'izga kelganda dam oldi. Nurg'un jangchilar Kansayning suzuk muzdek zumrat suyiga putlarini chilishib, yuz ko'zlarini yuvib huzurlandi. Ba'zilar suvning bosh tarafiga o'tib, o'chimlab ichish o'rniga dum yetib qonudek suv ichib, nima degan tatliq suv desa, G'uljining sahrolaridan kelgan jangchilar, "Voy, bu suv yanala bizning oq o'stanning suyiga yetmaydi ekan" deyishdi. Buloq beshi Ara o'stanlik jangchilar bo'lsa, bu suv bizning ara o'stanning suyi, buloq suyi shundoq suzuk ham muzdek bo'ladi deyishib, har qaysi Kansay suyini o'z yezilarining suyiga o'xshatmay o'zaro talash tartib qilishadi. Aradan biri qo'piblar. "Ag'inilar, buloq suyi degan o'lik suv, Kansayning suyi toshdan toshga urilib yiqayotgan tog'ning terik suyi" dedi-da, yenidagi do'stiga suv chashdi. Jangchilar bir-biriga suv ichib turishganda yo'lga chiqish belgisi berildi. Qism yo'lga chiqdi. Jangchilar qurol va yetarlik o'q, granat, yepincha, ozuqlari bo'lib 20-25 kilogram ig'irlikdagi narsani ko'tarib kelyotdi. Ammo ular ruhliq, qadamlari chabdas edi. Jangchilarning tutgan qurolimi o'xshash emas edi. Ba'zilar miltiq, ba'zilar avtomat, ba'zilar yenik pulemyot ko'tarib olgan edi. Shunchalik yuk bilan Kansay qo'lini o'rlab, talka daviniga qarab minish jangchilar uchun oson emas edi. Bara-bara ba'zilarining putlari qapirib, suv ko'tarib ketdi. Ba'zi jangchilarning putlarini oyog'i g'ajab yara qilyapti. Shuning bilan ba'zi jangchilar sapdan tushib orqada qilyapti. Bundaq chaqlarda qavliroq jangchilar charchab qolgan, yeshi kichik, tini ojiz jangchilarning yuklarini yoki qurollarini ko'tarilib yordamlashadi. Qism yo'l qiyinchiligini ana shundoq tang tartishib, xili uzoq mangandan keyin Kansay ichidagi yo'l asrash punktiga kelib dam oldik. Bu yo'l asrash punkti Kansay g'olga inqilobdan burunla yog'och uylarni solgan edi.
Bu yağaç uylar bir ço'ng qo'nalg'u bo'lib, qism yağaç uylarga o'rinlashib hardoq olgandan keyin yana yo'lni davomlashtirdi. Yo'l talka davona qarab bara-bara egizlab boradi. Qism xili bir mezgil mangandan keyin ikki tarafi tek tog', o'rtasida tog' suyi sharqirab eqib turgan tar bir joyga yetib keldi. Bu yerdan bir mashina aramla o'talaydi. Jangchilar bu yer Sepil darvozasiga ajabmi o'xshaydi ekan deyishayotganda, komandir Izvud kulib ketdi-da, yaqinda bu yerda bo'lgan bir qanliq jangni so'zlab berdi. 1945-yili 1-oyda Gomindan G'ulchidagi partizanlarni yo'qotish uchun jang tarafdan to'liq qurollangan askariy kuchini 10 necha mashina bilan G'ulchi qarab yo'tkidi. Buningdan xabar topgan Kansay partizanlari darhol qarg'aylarni kesib, mushu tar darvozaga o'xshaydigan joyni to'sib, suv chechib to'ngiltib, bir cho'ng to'salg'u yasadi. Bu dal qatirab ketib o'tib, to'nglab qoladigan qishning rasa qahratan chaqlari bo'lib, qar qilin yo'ldan chiqib minish mumkin emas edi. Darvoza to'salg'uni yasab bo'lib, partizanlar tog' ustidagi toshlar orasiga yo'shirinib, dushmanning kelishini kutib turishdi. Bir chaqda charlovchilar dushmanning 10 necha mashina bilan davondan tushib kelayotganligini xabar qilishdi. Shunda qilib, dushmanning mashinalari bu to'siqqa kelganda o'talmay qoldi. Mashinani orqaga yondirish asla mumkin emas edi. Chunki ikki taraf qilin qor edi. Shunga dushman komandiri mashinadagi askarlarni tushib, to'saqdan piyoda o'tishga buyruq qildi. Dushman askarlari buyruqqa binoan yo'ldan chiqib tog' yaqilab mangmoqchi bo'ldi. Lekin qilin kultuk qorda minish texmo mumkin emas edi. Ular ana shunda amalsiz qolgan chog'da tog' ustida yo'shirinib yotgan partizanlar dushmanga pilimot, avtomat, miltiqlar bilan baraqla o't ochdi. Bundaq tuyuqsiz hujumning bo'lishini o'ylamagan dushman askarlari as o'shini yig'ib bo'lgacha nurg'uni jinidan juda bo'lishdi. Amalsiz qolgan dushman askarlari mashina va qurollarini farosatlik batur partizanlarga tashlab berib, jinini qo'ltiqiga qisishib, Simptoza tarafga qarab badar qechdi. Mana bu Tartash darvosining ajoyib ulug' to'pisi. Qismlar 2 kunlik japa mushaqqatlik safardan keyin davan ustiga chiqdi-yu, askarlar ko'p-ko'k osmon yerga dum ko'mtirilib askartish. Bu yerda bosmitki savallik tufaylidan ikki bet besilmay qolgan. Oldingi qismlar Santayga yetib kelibla Sitayda dushman askarlarining ozligini, ammo O'tayda bo'lsa bir leyandak askar borligidan xabar topdi. Dushmanni qandoq yo'qotish kerak? Mana bu jiddiy bosh qatordan muhim masala edi. Ular oxiri apchil amal tepib, kechasi 2 mashinaning chirig'ini yondirib, bir dongdan 20-30 qitim aylantiribdi. Bu xil usul bilan nihoyat nurg'un mashinada askar kelayotgan holatni shakllantirgan. Bu nurg'un mashina chiroqlarini ko'rgan Sitay O'tayda turgan dushmanlar elidan nihoyat nurg'un mashina bilan partizanlar kelyotdi deb ular terilishiga qaramay daxiyanziga qarab badar qochdi. Shuning bilan bizning oldingi qismlarimiz Sitay O'taylarga bir pay o'q atmasdan kirib boradi. Ofitser jangchilar bu gapni anglab dushman askarlarining ahmoqligiga kulishdi. Qarindosh qismlarning aql parastiga afrin o'qishdi. Bu qitimqi jingga qarab safarga chiqqan 4-zapas qo'lik Santay, O'tay jinglarga qilinayotgan piyoda safarning bir qator jafoliq ekanligini his qildi. 7-oy Tomuzning rasa issiq avj olgan mezgili bo'lib, chidag'isiz issiq odam badanini kuydirib, kishilarni to'limi bearam qiladi. Uning ustiga qaqas cho'llik, suvsizlik jangovar yurishga zo'r to'salg'i edi. Shunga komandirlar har bir jangchining o'z bakilashlariga to'liq suv elib olish, har bir jangchi quritgan nondan yetarlik elib olish, ig'ir kiyim-kechaklarga o'zlarining ism familillarini yozib, batalyon orqa sepiga topshirish, oyoq kiyimlar bir qitim to'liq tekshirilib, yirtilganlarni almashtirilish to'g'risida uqtirish qilindi. Bu uqtirishga asosan jangchilar to'liq tayyorlik qilishdi. Qism Santaydan kechda yo'lga chiqib, Sitayga borganda bir qitim dam oldi. Yurish tosh yo'l bilan davomlashgan edi. Bu shig'illiq qaqas yo'lda ko'dirgich qiziq oftobda yo'l yurish oson emas edi. Ba'zilarining oyog'i yangi bo'lg'achqa putini g'ajab qapartib atgan issiq shamol yuz ko'zlarini yerib atgan edi. Tong etib kun nayzi bo'yi ko'tarilganda
cho'l adirga ulaştık. Bu yazning tomuz mezgili bo'lg'achqa kun qattiq qizib, butun a'zoydan ter sho'rqirab oqatdi. Ter dastidan kiygan kiyimlardan sho'r o'rlab ketib ketgan edi. Ig'izlar qurib, kalpuklarni gaz bog'lab ketdi. Shu tapda saydab dam olg'udek biror tub qarag'ach bo'lsa-chu kashki. Yurish ustida qisqa dam ilishlar bo'lganda, jangchilar tasholdagi kichik ko'riklarning ostiga, atrofdagi yo'lg'onlar va tikanlarning daldalariga kirishib oladi. Qilchimi shamol tepdi bo'lmag'achqa, bu daldalarning dalda bo'lg'idek yerimi yo'q bo'lib, issiqda tinchiq qo'shilib, texmi isib badanda o't bo'lib ketadi. Sho'r o'rlab ketgan kiyimlar badanga surkilib, qizirib ichish turadi. Ba'zilarining quritgan nonlarimi, baklashkadagi suvlarimi allaqachon tugab ketgan edi. Bo'libmi, sapning orqada kelayotgan 3-batalyonda ahvol xili ig'ir edi. Jangchilar tonurdek issiq ham ussuzlik dastidan otlarni so'yib, otning issiq qinini yetib qolgan bu jangchilarga uchirdi. Lekin buncha nurg'un odamga bir qancha otning qini qandoqmi yetsin? Mana mushundaq japa mushkullarni tartib kelayotgan bo'lsaqmi, jangchilarning ruhi yanada ustun edi. Ular jo'shqin ruh bilan o'rinlardan dast turishib, qiziqchilik qilishib, sentaydan chiqib kelib, cho'l adirga ulashdik. Qo'rsoq ichish yomon ekan, qattiq nonni talashdik degan qo'shoqlarni aytishib, g'ayrat bilan olg'a ilgirlab, o'tayning sazliqiga yetib kelishdi. 3-batalyon sazliqqa yetib kelishi bilan tangla jangchilar muzdek buloq suyiga xuddi kichik bolalardek o'zlarini etishdi. Buloq suyini qonug'dek ichib, put qo'l yuzlarini yuyib rahatlanishdi-da, o'ngsiq yetib rasa dam oldi. Jangchilar uzun yo'l yurib chanqab ketgachga, bu suv go'yo zamzam suyidek sovuq ham shirin tetdi. Ikkinchi ichganda suvdagi sazliqning sisiq puruqi kishini saskandiribdi. Dal mushu mezgilda yuqori qo'mondonlik organidan 4-polik jangga umumyuzlik hujum qilishga qatnashganligi, masalan, 1-batalyon oldiga berib Yongjihu, Bajiaxuni muasirga olgan qismlarga yordamlashib, jangga qiladigan umumiy hujumning yo'lini echish kerakligi haqida. 3-batalonga zapasda turib buyruq kutish uqtirishi tushirildi. Shuningdan keyin 1-batalon vazifasini topshirilib, butun jangchilarni yig'ib safarbar qildi. Bu vaqtda dushman jangga kiradigan muhim darvoza Bajiaxu, Yongjihularning oldingi saf mudofaasini kuchaytirib, nurg'un yo'shirin potaylarni yasab, o't tochkalarini zich o'rlashtirgan edi. Bajiaxu, Yongjihu degan yerlar kichik qum to'pliklardan iborat bo'lib, dushman potiyi bilan qum dövsini farq etish qiyin edi. Uning ustiga bu joyning yer tuzishi qum dövlari bayni potaydan farqlanmaydi. Quruq so'ksuk yıldızları naiti ko'p bo'lib, yer sharoiti naiti murakkab edi. 1945 yil bosh kuzning bir sahri tuyuqsiz gumburlab etilgan o'q ovozi shirin uyquda yotgan dushmanlarni uyg'otib etdi. Jangga umumyuzlik qorshab hujum qilish uchun uning oldingi qarovuli Bajiaxu, Yongjihularni ozod qilish kerak edi. Bajiaxu urushi dahshatlik bo'ldi. Dushmanlar potaylariga yo'linib turib, qattiq qarshilik ko'rsatdi. Shiddatlik o'q qarindosh qismlarni ig'ir chiqimga uchratmoqda edi. Bo'libmi dushman bilan qattiq jang qilayotgan Shiba skadroni nurg'un qurbon berish badiliga Bajiaxu urushda ajoyib qahramonlik ko'rsatdi. Bo'libmi tashyo'lning janubiy egizligiga joylashgan dushmanning bir necha potaylaridagi pilmutlardan etilayotgan o'qlar qismlarning olg'a ilgirlishiga zo'r qiyinchiliklarni tug'dirib, jangchilarning qimir qilishiga imkoniyat bermaydi. Olg'a ilgirlagan jangchilarning birining keyindan yana biri o'q tegib yerga yiqiladi. Ba'zilarining yaralanishi xilila ig'ir edi. Istutak ichida hech nimani ko'rgili bo'lmaydi. Yer bag'irlab manganda jig'an, tikanlar yuz ko'zlarini titib, kiyim-kechaklarni yirtib, jangchilarning olg'a ilgirilishini texmi qiyinlashtirib o'tadi. Qanday qilish kerak? Bu chaqda 4-polik 1-batalyondan komandir Odilniya Nadrub Zihrullah, Abdukarim Tahir Mahmud, Abdullah Mahmud qatorliq 4 nafar jangchi potayni biz partiltayli deb qattiq talab qilib turib oldi. Bu potaylarni vayron qilmay turib,
alğa ilgirlashmi mumkin emas edi. Bu chaqda boshqa jangchilarmi potaylarni portlatishga bizmi bormiz deb qattiq talab qilib turib oldi. Arqa-arqadan qilingan bu talablarga binoan komandir batalyon To'xti Mamatov jangchilarga bir-biridan sapsilib surli qiyofatda. Sizlarning qahramonlik jasoratingizga rahmat. Oldimizdagi 2-3 potayni yo'qotish uchun ancha ko'p kishining bir şey hojatsiz. Ko'ryapsizlar, dushman intayin g'aljirlik bilan qarshilik bildiryapti. Nurg'un sabdoshlarimiz issiq jinidan ayrildi. Shuning uchun faqatla 3-4 odam barsizlar, shuning o'zi yetarli. Meningcha Zehrullam boshliq Seyitov, Abdukarim qatorda 3 jangchi barsi bo'ladi, dedi. Zehrullam boshliq bu 3 jangchi darhol avtomatlarning o'qlarini to'liqlab, zapas o'qlarini va har biri 3-4 tin granatni beliga mahkam qistirib, yer tuzilishdan ustunlik bilan foydalanib, qum dövlarini jig'an, chatqallarni dalda qilib, dushman potiga qarab olg'a o'mlab yurib ketdi. Sahar vaqti bo'lsa-mu, atrof texi yurib ketmagan, iz tutaklar ichidan nishonni farq etishmi tas edi. Dushman potaylari to'xtamay, qara qo'yib o'q yog'dirayotdi. Ba'zida turib to'xtab qolatdi. Zehrullam qatorliqlarmi shu to'xtash oraliqida xili olg'a ilgirlab oladi. Potayga yaqinroq kelganda Zehrullam: "Yo'ldoshlar, odam ko'p bo'lsa, nishon oson oshkorlanib qoldi-da, vazifani o'rinlashga ta'sir etadi", deb ikki hamrohini darhol bir yulg'un tuyiga muktirib qo'ydi. Ularga: "Sizlar bizni qo'g'danglar", deb Seyitov Abdukarimni ergashtirib Potayga qarab davomli ilgirildi. Potayga 20 metr qolganda Zehrullam dushman Potayni astoydil ko'zitib, Potaydagi pilmut og'zidan qaysi tarafga qarag'anligini, qayerda araliq borligini toza ochiq ko'rilib, oddiygina bir xaritasida Seytovga berib, komandirga darhol doklad qilishni topshirdi. Seyitov xaritani elib amdila o'mlab burilishiga Potaydan etlagan pilmut o'q tegib, shu yerdala yiqilib yordar bo'ldi. Bu chaqda dushmanlar Potayga hujum qilib kelayotganlar o'ldi deb qaragan bo'lsa kerak, o'q yog'dirishni birdam to'xtatdi. Mushu fursatdan yaxshi foydalangan Zehrullam darhol olg'a etilib berib, dushman Potayga granat tashladi. Gum qilgan ovoz bilan tangla dushman Potayning kuli ko'kka so'rildi. Ammo boshqa Potaylardan etilayotgan o'qlar uning quloq tuvidan vijildab o'tib, uningga qilchmi olg'a ilgirlash fursati bermayotdi. Dal shu chaqda uning quloqiga o'lim degan dahshatli bir ovoz kirdi va bechora onaning "Balam" deb o'zini urib yig'layotgan simasi ko'z oldidan lap qilib o'tdi-da, shu hamon Potay ichidagi dushmanga bo'lgan nafrat va g'azbi qaynab taşdi. U: "Ya o'lim, ya ko'rim, ana, mendan rozi bo'l", dedi-da, o'rnidan dast turib, dushman o'q yog'dirayotgan ikkinchi Potayga qaysarlik bilan yaqinlab berib, uningga granat tashlab, o'zi yer beg'irlab yetib oldi. Yana gum qilgan ovoz bilan tang qo'yuq qonsiq istaklar ko'tarildi. Dushmanning ikkinchi Potaymi portlab vayron bo'ldi. U o'limdan qo'rqmas qaysar ruh jon pidallik bilan dushmanning ikki Potayni ujuqtirdi. Shu chaqda bir necha sekund o'ziga harduq yetgandek qo'llari lastida bo'shib ketdi. Birdamdan keyin yana qattiq gumbirlagan ovoz bilan tang 3-Potayga qarab tezlikda yer bag'irlab mandi va dushmanlarning qochmoqchi bo'lib Potaydan chiqib ketayotganligini ko'rib qoldi. Zehrullam darhol ularga qaratib barliq kuchi bilan yana granat tashladi. Dushmanlar aloq zoti bo'lib yinib Potay ichiga kirib oldi. Araliq bakmo yaqin bo'lganlikdan u atgan granat partisidan bir qanchasi o'ziga tegib ketib, uning yonboshlarini zaxmlantirdi. Qon ko'p chiqib ketganlikdan u holsizlanib ko'z oldi qorong'ulashib ketdi. Potay ichidagi dushmanlar Zehrullamning yaralanganligini ko'rib, uni tirik tutmoqchi bo'ldi-da, Potaydan chiqishga boshladi. Ammo sezgur Zehrullam ko'zini Potayga tikib yotgan edi. U bu ahvolni ko'rib darhol ikki do'milabla bir yulg'un kayniga mukinib oldi. U yulg'unni dalda qilib turib, tasdiqda avtomatni qo'lga olib, Potaydan chiqayotgan dushman ustiga avtomatdan o'q yog'dirib ikkisini yer tishlatdi. Bu chaqda Zehrullam yulg'un tuyiga o'rlashtirib qo'ygan ikki jangchi Potayga etilib berib, u yerdagi dushmanlarni ujuqtirdi. Ular kelganda Zehrullam qansirab hushidan ketgan edi. Jangchilar darhol uni ko'tarib batalyonga qaytdi.
Bunun bilan Bajaxuga hujum qilish to'salg'usi bitchit qilindi. Jingga hujum qilgan qismlar shiddatlik hujum bilan Yongjixuga qarab ilgariladi. Şunun bilan nurg'unlagan qurbonlar badaliga Bajaxu, Yongjixular ozod qilindi. Bu ikki cho'ng to'salg'u yo'qtilgandan keyin Jingmo tizla ozod qilindi. Saqlab yotgan dushmanning o'lgini o'lib, tirik qolgani amalsiz Jingni tashlab Mozisining tushib qilishiga qaramay, hatto putiga o'rib olgan go'jay latalarining cho'lib uchaydek so'rilib qolganiga qaramay, badar qechib qochdi. Zehrullam sanitarlar bo'limida bir necha kun yarisini tandurib davolangandan keyin saqib qismga qaytdi. Zehrullamning Yongjixudagi qahramonlik ish izlari to'g'risidagi paranglar butun polik bo'yicha ig'izdan ig'izga ko'chib tarqalib ketdi. Batur mardlikka qoyil bo'lmaydigan, aprin etmaydigan kim bor? Razmanlik, qoyillik tuyg'ulari yongan jangchilar onunga olqish yangratdi. Tonimag'anlar uni ko'rishga, rahmatini aytishga aldirashdi. O'z qismi qarindosh qismlar ichida bo'lsin, uning jon pidalik ruhi, hatto ichinishliq o'tmishimi tillarda doston, baturlik qissi bo'lib so'zlanib yurdi. Bütün ofitser jangchilar bu o'limni yengen jangchidan faxrlandi. Jing ozod qilinibla, orqadan Shexomu ozod qilindi. 4-polik qismlari to'xtamay Shexodimni o'tib, olg'a ilgarilab Kuytong daryosi bo'yida mudofaada turdi. Keyin Gansxayda mudofaada turishga yetkeldi. Kuytong daryosi bo'yida qismlar bir necha kun dam oldi. Yordorlarimo xili ko'p edi. Jaffa mushaqqatni tang tartib, bir parcha bo'lkinimo tang talishib yeb kelgan nurg'un har millat jangchilari aramizdan tushib qolgan edi. Urush, dahshatlik urush ularni bu dunyodan vaqtsiz aketgan edi. Ba'zilarning ota-onalari bu ishlardan xabarsiz. Batur, Qaysar o'g'lonlarini g'alaba bilan qaytib keladi deb kutib İnsan hayoti mana shunday murakkab ham ichinishliq. Hayatqa haqiqiy qaragandala, muhabbat bilan qaragandala hayotning haqiqiy ma'nosini tushungili bo'ladi. Bu shonliq qurbonlarning suyumlik ota-onalari, suyumlik ayollari, umoq bolalari baxtiyor kunlarining yetib kelishini naqadar taqatsizlik bilan kutib o'tadi. Ba'zilarining bolalari dadasini sig'inib opasidan kunda necha qatim so'raydi. Opasidan xafa bo'lib qolsa, dadam kelganda deyman-ku, seni toza urdi deb dadalarining tez kelishini kutadi. Ularning arzu armonlari mana endi tugagan edi. Dahshatlik urush ularning arzu armonlarini qonga bo'yab ketdi. Ularning o'liklari qum dovlarining tagida ko'milib qoldi. Lekin tarix hargiz bularni ko'mvatmaydi. Kelgusi avlodlar ularni eslaydi. Qabrlarini ziyorat qiladi. Ota-onasi ularning ro'yiga duo qiladi. O'zlariga tasalli beradi. Balalariga dadasining batur qaysarliklarini hikoya qilib berdi. Balalari qahramon batur dadalarining ish izlarini anglab, ulardan faxrlandi. Ularning so'ygan yerlari oydin kechida oxirgi qitim xo'shashgan terakning daldisida o'stan bo'yidagi qarayag'ashning tuyiga kelib, murodiga qanmagan yerlari uchun hasratlarini achchiq yutib, o'ksib ko'zlaridan munchoqlab oqqan yoshlarini to'kishdi. Mana bularning hammasi tarix. 2-bob tugadi.